2025-yil 14-yanvar sanasiga hammalarning bayramlarini tabriklayman. Ko'rib turganlaring 25 yoshlik Palovoy sertsa vishniyada. Video qo'yishdan maqsad daraxtlar 3 ga 5 sxemada ekilgan. Oraliq torayib boradi. 3 ta xohlaysizmi, xohlamaysizmi 10 yoshdan keyin daraxtlarda siqilish boshlanadi. Bu har qanday holatda ham bu mana 3 ta liderlik qilib qaytadan tiklashga harakat qilingan va yonidan yangi mevali shoxlar shakllantirilgan. Daraxt tana bo'ylab e'tibor berishingiz mumkin. Tanasi bo'ylab oxirigacha mevali shoxlar shakllantirilgan. Bu tomonda ham xuddi shu jarayon boshlangan. Inshaalloh xudo xolasa 3-4 yil ichida buni ham holatga olib kelishga harakat qilinadi. Video qo'yishimizdan maqsad 5 ga 3 sxema ekilayotgan bog'larda yon shoxlar juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki bunda yonidagi shoxlarda meva olasiz, tanaga yaqin joylardan sifatli meva beradi. Kimga agar shunaqa abreska xizmatlari kerak bo'lsa, daraxtlari mevadan qolgan valovoy bog'lar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqsalaringiz, inshaalloh xudo xolasa qo'ldan kelgancha telefonda turib bepulga onlayn konsultatsiya beramiz. Natija bersa xursand bo'lamiz. Mehnatlarga bitta like bosamiz. Giloslar abreska qilish davrida hozir, chunki havo stabilni kelyapti, sovuq havo oqimi kelayotgani bilan hali yetib kelgani yo'q. Giloslarda sovuq urish holatini biz odatda faqat yo'g'on tanalarda juda ham 24-25 gradusga ko'tarilgandan keyin ko'rilgan. Bu shoxlarda, mayda shoxlarda sovuq urishga hali biz ko'rganimiz yo'qmiz. Kesish tavsiya qilinmaydigan ba'zi daraxt turlari bu danaliklar bo'ladi, lekin ularda ham kessa bo'laveradi. Inshaalloh kuzatib tursalaring, xudo xolasa, uni ham kesishi, qanday kesish kerakligi, sovuq, anomal sovuq yaqinlashayotganda kesish tartibi bor. Xuddi o'sha holatda kesilsa, anomal sovuq qanchalik ta'sir qila oladi yoki ta'sir qila olmaydi. Shu haqida ham to'liq ma'lumot beriladi. Bizni kuzatishga davom etasiz do'stlar. Abreskalar boshlangan. Bizda yangilik har doim aytib o'tyapmiz. Do'stlar, agar kimda intensiv sortda shoftoli, gilos bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring, hozirdan boshlab qarashimiz kerak va mevalarni sotib olmoqchi bo'lyapmiz. Bizda shartnoma asosida meva sotib olinadi, xohlasa naqd pul ko'rinishida. Shu mevalarga xaridor bor. Giloslardan Giant Red, Svitariana, Real Tiago, Germadorski, shunaqa yangi intensiv sortlar va shoftollarda intensiv ertaki sortlar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqsalaring, mevalarni sotib olamiz. Konsultatsiya berib, sifatli yetishtirishda billa yetishtirib, mevalarni eksport qilamiz. Yevropa bob qilib mahsulot qilishimiz kerak bo'ladi. Sog' salomat bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz ishga yana qaytamiz.